hozir masjid oldidan ham muazzin shunaqa azon aytadi, ovozini shirasiga mazza qilasizlar. Eshitib turinglar, hozir boshlanadi azon. Qalbni poklashlik insonning hayotida sakinat, halovatni his qilishligiga, tinchlik, xotirjamlikdan mazza qilib, miyalari dam olib, qalblari rohatlanib yashashiga sabab bo'ladi dedik. Jismimiz kir bo'lganda, u kirni yuvib, kiyimimiz kir bo'lganda, u kirlarni yuvib tashlab poklanganimizda qalbimizga ham kir tushadi. Uni poklab turishlik kerak bo'ladi. Agar qalbimizga e'tibor bermasak, unga hasad degan, kibr degan, ig'vo degan, so'kinishlik, jaholat, g'iybat va hokazo kirlar yopishib, mog'ar bosib ketadi qalb bog'imizni. Ana o'sha qalb bog'iga gulchamanlar, go'zal suvlarni yog'dirib, yop-yorug' go'zal qilishligimizda albatta ishqning sohibiga muhabbat qo'yishligimiz kerak va uni rasuliga, Muhammad alayhisalomga muhabbat, ya'ni sevgi qo'yishlik bilangina inson qalb bog'i gullab yashnaydi. Qalbimizda tashqarisida bitta ko'l bor. Bu ofiyat ko'li. Alloh taolo shakllantirib qo'ygan. Aynan yaxshilikni niyat qilsak, ya'ni odobli, axloqli, shirin so'zli, shirin muomalali, yaxshi narsalarni eshitadigan, yaxshi nazar, zinoga qaramay yaxshi narsalarga e'tibor beradigan, ilmni egallaydigan bo'lsak, ana o'sha ofiyat bulog'idan qalb bog'imizga ariq ochamiz. Suvlar to'xtamay oqib tushadi va qalb bog'imiz sug'orilgan holatida gullarimiz, mevali daraxtlarimiz nur sochishi, go'zallashib boradi. Nurga borib qalbimiz to'ladi. Mevalarimiz shunaqa shirin bo'ladiki, uni yeganimizdan keyin rohat olamiz, farog'at olamiz, sakinat olamiz pishganidan keyin. U qalb bog'imizning daraxtning soyasida dam oladigan bo'lsak, shunaqa rohat beradiki, dunyo soyalari hali unaqa jismimizga rohat bera olmaydi. Jasadni rohat olishligidan qalbni rohat olishligi ustun turadi. Qalb rohat olsa, butun jasadimiz ham rohat olib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Aynan jasadimizga emas, ruhimizga ko'proq rohat berish uchun harakat qilishimiz kerak. Uning uchun islomni o'rganib, tafakkur olamimizni shunaqa o'sha islomiy olam bilan boyitganimizdan keyin qalb rohat olishi boshlaydi va harakatni boshlaydi. Hammamizga, jasadimizga ham dunyoda yaxshi martabalarga erishib, kasblarni topib harakat qilishlik va ruhimizni poklab, qalbimizga e'tibor berib, go'zal bog'bon bo'lib, ongimizda islomiy olamni shakllantirib, go'zal hayot yashashlik nasib qilsin.